Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bozorni kimlar ko'taradi va bozorni kimlar tushiradi mana bu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylashadi, bozorni sotib olgandan keyin ko'tariladi, shu ya'ni langistlar ko'taradi, bozorni esa shortistlar tushiradi deydi. Bu esa xato tushuncha. Mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun ko'yin sotib olyapsiz, siz past narxlarda sotib oldingiz. Yuqori chiqqanda sotasiz. Bu esa short treyderlarniki. Yuqoriga chiqqanda bular pastga tushishlik uchun o'zlarini pozitsiyalarini ochadilar va pastga tushgandan keyin bular nima qiladi? Sotadilar va bular pastga tushishligiga foyda qiladi, bular esa yuqoriga chiqishligiga foyda qiladi. Xo'p, bozorni agar longistlar ko'taradigan bo'lsa, savol bozorni kimlar tushiradi? Xo'p, bozorni kimlar tushiradi va kimlar ko'taradi? Biz mana bu qisqacha sizlarga tushuntirishlikka harakat qilamiz. Hop, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda bir coinimizni narxi, tillayimizni narxi nima? $10 dan. Bu yerda bundan avvalgi darslarimizda o'tganimizdek, $10 dan bizda talab juda ham yuqori. Va bozor asta-sekin ko'tarishlikni boshlayapti. Hop, mana bu yerda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bozor birdaniga ko'tarilmaydi, balki nima? Chiroyli usulda, ya'ni trendiy yo'nalishda ko'tarilib boradi. Taklif bor, yangi sotib oluvchilar bor. Bozor esa nima qilyapti? Xoh limitni olsin mana bu yerda, xoh bu yerda esa nima qiladi? Rinishni olsin, bozorimizni asta nima qiladi? Ko'tarib boradi. Bozor ma'lum bir yerga yetdi, ya'ni 50% foydaga chiqdi. Hop, umumiy adati, coinda umumiy adat, misol uchun 1000 dona tilloni umumiy adati 1000 dona deydigan bo'lsak, bu yerda esa har bir odam nima qildi? Sotib oldi. Va narx $15 ga chiqdi. Va bu yerda mana bu 1000 dona adad mana bu yerga o'z-o'zidan nima qiladi? Qo'yiladi sotishlik uchun. Kimdir shu yoqqa chiqqanda bozor narxida sotadi, kimdir esa mana bu yerda buyurtma asosida sotadi. Hop, mana bu to'lqinlar nima? Qanday hosil bo'ladi? Kimlardir mana bu yerda sotib oladi. Kimlardir mana bu yerlarda sotadi, kimlardir mana shu yerda oladi. Ya'ni oluvchi ham, sotuvchi ham bu yerda ishtirok etib boradi. Shuning uchun bozorda ko'p odamlar zarar ham qiladi, foyda ham qiladi. Nima uchun zarar qiladi? Sababi bozorni $15 ga ko'tarilayotgan narxini tahlil qila olmaydi va bozorda eng yuqori yerda sotib oladi va bozor ozgina korreksiya berganda qo'rqib turib sotib oladi va bozor bir ozdan keyin yuqorilab ketganini ko'radida va mana bu yerda sotib oladi, yana ozgina tushgandan keyin qo'rqib turib sotib oladi. Bozor shuning uchun bozor past-teva qilib ketadi. Va bozorda har bir oluvchi ham, sotuvchi ham o'zini ishtirokini, ya'ni ishtirok qiladi. Xo'p, ma'lum bir yerga chiqdi bozor $10 dan $15 ga chiqqandan keyin mana bu taklif o'z-o'zidan bu yerga nima qiladi? Keladi. Lekin buni ko'rganlar, yangi ishtirokchilar bormi? Kimlardir bozor yana ketadi deb turib mana bu yerga limit qo'ygan yoki bozor narxida sotib oluvchilar ham bo'lsin, bu yerda o'zini limitlarini qo'yib qo'yadi. Kimlardir shu yerga qo'yadi, bozor yana yuqorilab ketishligi mumkin deydi. Kimlardir esa mana bu yerda esa bozor narxida sotib oladi. Bu bozorda narxida sotib olishni umumiy olib qaraganda bu sohadan xabari yo'q, talpa. Va talpa ham kuchi yetmaydi, chunki bu yerda umumiy adadimiz juda ham ko'p, buyurtma juda ham ko'p. Mana bu yerdagi o'z-o'zidan qarshilik bo'ladi va bu yerda yangi talab yo'q. Ya'ni taklif ko'p, talab esa oz. Nima qiladi bozor? O'z-o'zidan shu yerdan bozor qulashni boshlaydi. E'tibor beramiz, bizda langistlar, ya'ni bozorni ko'tardi. Ya'ni o'zlari sotib oldi. O'zlari sotib oldi va ma'lum bir yerga chiqqandan keyin o'zlari nima qilyapti? Sotishlikni boshlayapti. Ya'ni kimdir $13 dan sotgan, kimdir 12 dan sotgan, kimdir $15 dan sotgan.
Xo'p, $15 dan juda ham ko'p odam sotadi, 50%, va bu yerda bizda juda ham ko'p taklif, ko'p talab yo'q. Bozorda o'z-o'zidan panika boshlanadi va bozor sekin tushishlikni boshlaydi. Kimlardir $15 da sotmagan endi $13 da sotadi, renishni sotadi va bozorni qulatishlikka sabab bo'ladi. E'tibor beramiz, bozorni kimlar ko'tardi? Langistlar o'zlari ko'tardi va bozorni langistlar o'zi tushirdi. Ya'ni biz hayotda ham qaraydigan bo'lsak, moshina tijoratiga chiqdingiz, moshina juda ham bozorda oz va juda ham ko'p odam buni sotib oldi. Narx o'z-o'zidan nima qiladi? Ko'tarilishni boshlaydi. Endi ma'lum bir vaqt yerga chiqdi, bozor narxlari ko'tarildi, moshinalar juda ham ko'tarilib ketdi. Endi odamlar nima qiladi? Qo'lidagi moshinalarni sotishlikka harakat qiladi. Har bir odam o'zini qo'lidagi bor moshinasini bozorga olib chiqadi. Bozorga olib chiqadi, $15 dan olib chiqyapti-da, bu yerda esa yangi talab yo'q. Ya'ni bozorni juda ham qimmatdan hech kim sotib olmaydi. Demak, bozor bu yerda turadi. Kimlardir sotib olar, kimlardir puli ko'plar misol uchun sotib olar, qiziqmaydi narxiga. Lekin asosiy nimada bozorda tez ko'tarib ketishiga sabab bo'lmaydi. Mana shu yerda bozor nima qilishligi, yo qatib qolishligi, yo asta-sekin talab ko'p bo'lgandan keyin kimlardir 10 kun kutar, kimlardir 15 kun kutar, aytadiki, menga $13 ham yetadi, ya'ni 30% menga foyda yetadi deydi, sotadi. Kimlardir 20%, kimlardir 14%, kimlardir 50% da o'z-o'zidan sotadi. Bozorda juda ham ko'p moshina ko'payib ketganligini evaziga bozorda narx tushishlikka sabab bo'ladi. Chunki talab yo'q. Talab yo'q va bozor asta-sekin qulashlikni boshlaydi. Odamlar o'zlari ko'tariladi, odamlar o'zlari tushiradi. Mana bu narsalarni eslab qolinglar, chunki kelajak darsimizda bir ko'yinni yoki tillani yuqorilab ketishligini sabablari insonlar o'zlari bo'lib qoladi va bu yerda marketinglarni vazifalari bor. Bu yerda ularni qo'ygan tuzoqlari bor. Mana bular hammasi bir-biriga bog'liq. Shuning uchun men boshidan noldan sizlarga tushuntirib kelishligimiz sababi, kelajak darslarda nima uchun mana bu уровень kelganda bozor bu yerdan quladi. Nima uchun mana bu уровень kelganda bozor bu yerdan yuqoriga qarab ketib qoldi. Mana bu narsalar bizga kerak bo'ladi va mana bu narsalarni ko'rib turgan bizni ustimizga katta Spark aqlli pullar bizni pullarimizni ovlashlikka harakat qiladi va bizlarni stoplarimizni urishlikka harakat qiladi. Mana shu yerlarda ular qaysi pozitsiyalarni tutadi, bularni har keyin ko'rib chiqamiz. Muhimi biz bu yerda talab va taklifni yaxshi o'rganib olishimiz kerak va bozorni asosiy ko'tarayotgan kimlar va kimlar tushirayotganini bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda faqat odamlar o'zlarigina ko'taradi va odamlarni o'zlaringlar tushiradimisi? Yo'q, bu yerda bizni qarshimizda turgan marketinglar bor va katta pul egalari bor. Mana bular ham bozorga o'zlarining ta'sirlarini o'tkazadi. Ba'zida sun'iy ko'taradi, ba'zida esa ular o'zlari sotib oladi. Misol uchun bir mana bu tokenni o'zi egasi qanchadir 10 mingta umumiy adadini 10 mingta chiqargan va o'zini qo'lida qanchadir turibdi va uni badalida qanchadir puli bor. Kerakli yerga chiqqanda kerakli o'zida qo'lidagi narsalarni qo'yib qo'yadi va buni odamlar sotib oladi-da, lekin bu o'rinni yorib o'ta olmaydi. Va bozor astagina qulashga sabab bo'ladi. Va kerakli yerga kelganda o'zlari sotib oladi. Chunki bozor talpaga qo'yib beradigan bo'lsa, bozor yo uchadi akalar, yoki bozor faqat tushadi. Tushunasizlar? Buni biz hayotda ham tekshirganmiz, hayotda ham xuddi shunga o'xshagan masala bo'lgan. Ya'ni bir narsa bor edi, 30 sentdan $1200 gacha ko'tarilgan. Bu esa faqat kosheloklarda aylanib yurgan edi. Bu endi keyin bozorga chiqqandan keyin, birjalarga chiqqandan keyin bu narx o'z-o'zidan skam bo'lib qolib turib, o'yin skam bo'lgan asli va bozor nima qilgan, panika bo'lganda hamma qo'lidagi narsani sotishlikni boshlagan. Va qattiq sotishlikda, bozor narxida sotishlikda odamlarda panika bo'lgan va bozor keskin qattiq tushlikda tushib, hattoki hozirgi narxi 50 sentgacha tushib qolgan. Shuning uchun marketinglarning vazifasi nima deydigan bo'lsa, bozorni yuqoriga chiqib ketishligini oldini olishadi va bozorni pastga tushib ketishligini oldini olishadi. Bular tevaga chiqsa o'zlarini qarshilik bo'lgan qo'lidagi adatidan qo'yib qo'yadi.
pastga tushayotgan desa, o'zlari odamlarni nima qiladi? Sotib olib, mana bu yerda odamlarga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Va buni biz keyingi aqlli pullarning logikasi haqida darsimizda buni batafsil yoritib beramiz. Hop, hozirgi tushunchamiz bizda longistlar ko'taryapti va longistlar o'zlari tushiryapti. Hop, shortistlar nima qiladi? Shortistlar esa tushib borayotgan bozorga qo'shiladi xolos. Ya'ni bular bu yerda, ya'ni qarz evaziga va mana bu yerda qo'lidagi narsasini long, mana bu yerda qarz oldi, mana bu yerga kelganda qo'lidagi narsalarni sotishligi bilan o'z-o'zidan short pozitsiyalar longga aylanadi. Tushundinglar? Ya'ni bu yerda ular qo'lida hech narsa sotib olmaydi. Shunchaki bular tahlil qiladi va bozor mana bu yerdan mana bu yerga tushadi va qo'lida bular pullarini stavka qilishadi. Ya'ni qo'llardagi pullarni qo'yishadi. Mana shu yoqqa tushsa, ular o'shini evaziga foyda qiladi. Shuning uchun short bozor, shortistlar, ya'niki futures bilan spotway bo'limida farq ham mana shu yerda farqlanadi. Chunki spotwayda tilloni siz faqat sotib olasiz. Ya'ni sotib olasiz, sizga bu buyum bo'lib qoladi. Lekin siz pastdan tevaga foyda qilasiz. Tevadan pastga foyda qilmaysiz. Endi futuresda, forexda bular esa tevadan pastga ham foyda qiladi. Shuni evaziga o'z-o'zidan nima qiladi? Spot bilan futures, forexlarning farqlari shunda ajraladi. Bular esa tevadan nima qildi? Pastga tushishligi uchun stavka qildi va pastga tushgandan keyin qo'lidagi nimalarni sotishligi bilan o'z-o'zidan longga aylanadi va kerakli nuqtaga keldi. Bu yerda talablar ko'paydi, sotuvchilar sotishlikni to'xtatdi, shortistlar esa o'zini pozitsiyalarini sotyapti, longga aylanyapti. Demak, bu yerda o'z-o'zidan nima qiladi? Bozorimiz yana ko'tarishlikka sabab bo'ladi. Ya'ni bu longistlar ko'tarar ekan, longistlar tushirar ekan. Shortistlarimiz tushirar ekan, shortistlarimiz o'zlari nima qiladi? Ko'tarar ekan. Ya'ni mana bu logikani sizlar tushunib olinglar. Kelajakda biror bir narsani sotib olayotganingizda bozorda kim ko'tarayotganligini va kimlar tushirayotganligini bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Keyingi darslarimizda smart logikasi haqida tushuncha berib boramiz.